O'rtoqlar, ko'rgan bo'lsanglar, mana ko'chalarni hozir mazza qilib sayr qilyapmiz. Hamma ko'chasi kichkina ekan. Odamlar, turistlar juda ham ko'p bu joyda. Havosiga keladigan bo'lsak, toza havo juda ham. Odam uxlaydi-yu, uxlab turganida charchoq his qilmaydi unaqa. Xullas, sayohatga chiqib turish kerak. Mehmonxonaga bordim, bitta mehmonxonaga. Uni ham sizlarga ko'rsatib o'taman. U mehmonxonada kartinkalar qo'yib qo'ygan ekan. O'sha tarixi, o'sha bu Chernogoriyani tarixi bo'yicha ko'plab rasmlarni ko'rdim. O'tda eski paytlarni ko'rdim. Hozirgi payt bilan eski payt solishtirsak, juda ham katta farqlari bor. Avvallari buncha odam ko'p bo'lmagan ekan. Bir ikkita orolda qurilgan, lekin hozirda turistlarni aylanib yurish uchun ko'plab sharoitlar qilib qo'yishgan bu joyda. Ko'rgan bo'lsanglar, odamlar juda ham ko'p, turistlar. Men bularga просто vau deyman, qoyil. Butun davlatdan kelib hozir aylanadigan qilib qo'yishibdi. Bu kemada boshqa orolga keldik o'rtoqlar. Juda ham bevalar o'rtoqlar, biz hozir Montenegro orollarining eng tepa baland cho'qqilaridan birisiga chiqyapmiz. Bu dva orolni dengiz bo'ylaridamiz. Ko'rib turgan bo'lsanglar, bu dengiz. Hozir bu joylardan ham ko'proq toshli joylarga bordik. Juda ham atmosfera bomba. Kelinglar, ko'ringlar, juda ham chiroyli orol. Просто sizlarga videolarni ko'rsataman. O'rtoqlar, biz hozir nima edi? Montenegroda. Montenegro qaysi? Hawaii Island. Ha? Ya menimcha bu endi qurilyapti-da, stroykada. Yo'q, lekin aylanmoqda. Hamma minoralar o'z tarixiga ega bo'lgani uchun bu yerda ko'pchilik insonlar ham ko'rib, ham rasmga tushib yurar ekan. Juda ham qiziqarli, chiroyli joylardan bittasi. Menga juda ham yoqdi. Video rasmlarga ham tushib qoldik.